Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz bir noma'lumlik birinchi darajalik ta'limini o'rgandik. Unda bu soatlik darsimizda bu mazmunga aloqador bir turkum ta'limlarni yeyishimiz. Unda do'stga qarab boqaylik. Birinchi savol. 4 ko'paytirilgan -6 qo'shilgan 2 qo'shilgan 5 tanqanda -2 ko'paytirilgan -4 ga shundami? Unda men bu ta'limni yeyishib boqay. 4 ga -6 ni ko'paysam necha bo'ldi? -24 qo'shilgan 2 qo'shilgan qanda 5 keldi. Tang necha? -2 ga -4 ni ko'paysam 8. Shundami? Men aksini qanda sol tarafda ep qoldim. Anan ikinchi bu 5 bilan -24 ni qanda bu tanglikning keyniga o'tkazitimi? Ya'ni qanda tanglimining keyniga o'tkazitimi? Unda 8 elingan 5 qo'shilgan qanda 24 bo'ldi, shundami? Unda olsa bu yerda qanda bir narsaga alohida diqqat qilish kerak. Ya'ni qanda tanglikning yoki tanglimining qanda oldidagi son keyniga o'tgan vaqtda qanda plus minus plus bo'lib ketadi. Unda olsa x tan necha? 8 dan 5 ni olsam 3, shundami? Qo'shilgan 24. Unda olsa x tan necha? 27. Unda olsa mushtaq bir tanglimidan qanda x ning qiymatini tepishni biz nima deydik? Tanglimini yeyishish deb ataydik, shundami? Unda olsa bir tal savol so'ray. Bu birinchi savolimiz qanda bir noma'lumlik birinchi darajalik tanglimimi? Qanda? Ha. Chunki bu yerda faqat qanda bir tal noma'lum son bor. Bu noma'lum sonning ustidagi darajasi qanda 1. Unda olsa bu tanglimni biz qanda bir noma'lumlik birinchi darajalik tanglimi deb ataymiz. Oldingi soat darsimizda so'zlagan shundami? Tanglimi bo'lish uchun qanda noma'lum son bo'lish kerak, ham qanda tanglik belgisi bo'lish kerak deb. Ikkinchi savol qarab boqaylik. 18 x elingan 121 tang 7 x qo'shilgan 132 ekan, shundami? Unda olsa men 18 x ni qanday yozdim. Bu 7 x ni qanday bu tanglik belgisining oldiga o'tkazsam degan gap qanday tanglimining oldiga o'tkazsam qanday bo'ldi? Elingan 7 x tang shundami? 132 qoldi ma tarafda. 121 ni keyniga kelsam-chi qo'shilgan 121. Shundami? Minus plus bo'lib o'tdi keyniga. Men yerdagi plus 7 x-chi minus 7 x bo'lib o'tdi, shundami? 18 x dan 7 x ni olsam necha bo'ldi? 11 x tang. Unda olsa 132 ga 121 ni qo'shib bersam qanday? 3, 5, 253 shundami? Tang necha bo'lgan? 253. Men x ni tepish uchun qanday qilma? Bu 11 ko'paytirilgan x tang 253. Unda x ni tepish uchun 253 ni nimaga bo'lamiz? 11 ga bo'lamiz. Men bir bo'lib boqay. Unda olsa 253 ni qanday 11 ga bo'lgan vaqtimda 25 ning ichida 11 ning nechasi bor? 2'si bor, shundami? 2 kere 11 necha? 22 elbetsem 3, keyindik 3'ni tatdım. 33 ning ichida 11 dan 3 bor. Unda olsa 3 kere 11 necha? 33 elbetsem 0. Shundami? Javob tang necha chiqadi ekan? Unda olsa x tang 23 degan gap. Unda olsa 3-chi savolimiz qarab boqaylik. 5x shundami? Qarasam naydi uzundek qildi. Unda olsa 5x keldi. Shundami? Unda olsa 3x ga qanday 6 ni qo'shib olmaydi, shundami? Bu bir harflik ifoda. Biz oldingi soat darsimizda ko'rgan. Unda olsa buni men qanday tirnoqdan chiqarish uchun bu yerdagi 3 ga 3x ni ko'paytiraman, shundami? 3 ga 6 ni ko'paytib, anandan keyin tirnoqdan chiqarg'ili bo'ldi. 3 ga 3x ni ko'paysam necha? 9x qo'shilgan 3 ga 6 ni ko'paysam 18 tang necha? 18 elingan 140. Undaq bo'lsa qanda tanglimining oldidagi bir ifoda keyniga o'tgan vaqtda qanda plus minus bo'ldi. Keyindagi bir ifoda oldiga o'tgan vaqtda qanda plus minus bo'ldi. Agar minus bo'lsa plus bo'ldi deb o'rganganmiz. Unda biz 5x ga 9x ni qo'shsam necha bo'ldi? 14x shundami? Men bu yerdagi 18 ni keyniga o'tkazsam-chi 18 elingan 140. Mana shu pet keldi, shundami? 18 ni qanday qilamiz? 50 demiz. Ha, unda olsa endi bu yerda qanda 18 dan 18 ni olsam 0 bo'lib ketdi, shundami? Unda olsa 14x tang necha? Minus 140. Unda olsa x ni tepish uchun qanda x tang minus 140 bo'lingan necha? 14. X necha chiqdi? X tang minus 10. Yani qanda bir tanglimida biz qanda noma'lum son x ning qiymatini tepishni nima deb ataydik? Tanglimini yeyish, shundami? Men bu tanglimini yeyishib oldim. 4-chi savol qarab boqaylik. Bu qanda 3x qo'shilgan 3 tang necha? 24. Oldingi soat darsimizda unutib qolmagan bo'lsanglar, biz nima dedik? Tanglimining oldi keyniga o'xshash bir sonni ko'paysak yoki bo'lsak, qiymat o'zgarmaydi dedik. Noldan boshqa, shundami? Unda olsa men qanday bu yerdagi qiymat o'zgarmaydi degan gap, o'xshash bir sonni ko'paysak yoki bo'lsak qiymat o'zgarmaydi degan gap, bu yerdagi tanglik belgisi qanday yana hukmga ega, tanglimining ikki tarafi yana tampon bo'lib tura oladi degan gap. Bunda olsa, men yerda 3 ko'paytirilgan bir tirnoq bor ekan.
Ben bu tenglik belgesinin qanda sol tarafını ve o'ng tarafını ikkil tarafını qanda 3'gə bölsəm. Şundama ikkil taraf 3'gə bölsəm yerdə 3 yo'qolib ketdi. Onda olsa ma'lum 3'gə bölsəm yerdə neçə qaldı? 8 qaldı. 8 qo'shilgan 3 teng necha 8. X teng necha 8 elingan 3. X teng necha 5. Bu yerdagi qanda plus 3 ma tenglik belgisining keyiniga o'tgan vaqtda minus 3 bo'lib o'tdi. Shundami? Unda bo'lsa ba'zilar deyish mumkin, "Ajab, ma yerda 3 yo'qolib ketdi" deb. Biz qanday qilamiz? Ma 3 ko'paytirilgan batdim yerda shundami? Keyiniga akilib qanda 24 bo'lingan 3 deb yozib 8 chiqarsammi, yana o'xshash. Undaq bo'lsa 5-chi savol qarab baqayli. 6 ko'paytirilgan tirnoq x ilingan 30 tan qanda 150 qo'shilgan 12 x ekan shundami? Men bu yerdagi x dan qanda 30 ni ololmayman. Qanda harfdan qanda qilolmaymiz, sans sifirini ololmaymiz shundami? Unda bo'lsa bu tirnoqdan chiqarish uchun qanda 6 ga x ni ko'paytma, 6 ga 30 ni ko'paytish orqali tirnoqdan chiqqanli bo'ldi. 6 ga x ni ko'paysam necha? 6x, 6 ga 30 ni ko'paysam necha? 180 shundami? Tang 150 qo'shilgan qanda 12 x. Unda bo'lsa men x ni sol tarafga yo'tkizsammi bo'ldi yoki qanda oldidagi 6x ni o'ng tarafga yo'tkizsammi bo'ladi. Baribir o'xshash. Faqat qanda biz x larni bir tarafga to'playmiz, anandikin son sifirlarni-chi bir tarafga to'playmiz. Unda bo'lsa masalan men qanda 12x ni oldiga yo'tkay, shundami? 6x. Unda biz bu yerdagi plus 12 tenglik belgisining oldiga o'tgan vaqtda qanday bo'ldi? Minus 12 bo'lib o'tdi. Unda biz 150 shundami? Bu yerdagi minus 180 keyiniga o'tgan vaqtda plus 180 bo'lib o'tdi. 6x dan qanday 12x nasam necha? Minus 6x shundami? 150 ga 180 ni qo'shsamchi 330. Men mushtaqli qo'shib o'tay. Unda biz bu yerdagi x ni topgan vaqtimda men qanday qilman? 330 ni qanda minus 6 ga bölüp bölümen. Çünkü bu yerdeki minus 6 köpeytilgen x. Şundami? Minus 6 qanda tenglimining keyini o'tgan vaqtda bu yerdeki köpeytish bölüş bo'lib keldi. Unda bo'lsa biz qanda bir bölüp baqayli. 330 ni qanda 6 ga bölsem, mesela 6 ga bölay. 6 ga bölgen vaqtimda 33 ning ichida 6 dan nechisi var? 5 var. 5 kare 6 30 elvetsem 3 shundami? Men 0 ni tatib berdim. 30 ning ichida 6 dan 5 var. 5 kare 6 30 elvetsem qanda 0. 330 ni 6 ga bölsem 55 chiqadi ekan. Unda minus 6 ga bölsem qanda musbat sonini manfiy songa bölsem manfiy son chiqadi shundami? Unda javobdan necha? X dan minus 55 yozib qo'ysak bo'ladi. Yani x'ten minus 55 degan bu tanımının nimasi bo'ldi? Javobi yoki x'ning qiymati bo'ldi. Unda 6-chi savol qarab baqaylik. 4x elingan qanda 34 tirnoq kichik tirnoq shundami? Unda bo'lsa eng avval kichik tirnoqni ishlaydik. 4x keldi elingan 34 tirnoq 32. Bu yerdeki x'ten 8'ni ağıl olmaydı şundami? Minus 5 ga x'ni ko'paytib, minus 5 ga minus 8'ni ko'paytib tirnoqdan chiqara olayman. Minus 5 ga x'ni ko'paytsam minus 5x. Minus 5 ga minus 8'ni ko'paytsam qanda plus 40 shundami? Tirnoq yapıldı. Elingan 64 tanacha 104. Unda bo'lsa qanda 4x keldi shundami? Elingan qanda 34 tirnoq. Tirnoqning ichini bir yig'inchoqlasam 32 ga qanda 40 ni qo'shib bersam necha bo'ladi? 72. Elingan necha? 5x. Shundami? Elingan 64 tanacha 104. Unda o'sha diqqat qilaylik. 4x. Ma yerda nima? Minus belgisi boshlanma. Minusga plusni ko'paysam deb chiqaramiz. Chunki bu yerda qanda kichik bir ko'paytish botdi. Xuddi qanda minus qanda minus 2 deb ma'nosini biz qanday chiqargan? Minus ko'paytirilgan minus tanacha plus 2 deb chiqarganga o'xshash. Bu yerda qanda minus ko'paytirilgan plus 72 qanday bo'lib chiqadi? Minus 72 bo'lib chiqadi. Minus ko'paytirilgan minus qanda 5x qanda plus 5x bo'lib chiqadi. Elingan 64 tanacha 104. Unda olsa 4x ga 5x ni qo'shsam necha? 9x bo'ldi. Shundami? 9x. Andan keyin bu yerdagi minus 72 64 ni keyiniga o'tkazsam 104 qo'shilgan, shundami? 104 qo'shilgan necha bo'ldi? 64. Javobdan necha? 8 6 ga 0 ni qo'shsam 6 1 qo'shilgan son yo'q 168. Buningga yana 72 ni qo'shib berishim kerak. Keyiniga o'tkazgan vaqtda shundami? Qanda 8 ga 2 ni qo'shsam 0 10 0 3'te 1 ko'ngil shundami? 6 ga 7 ni qo'shsam 13 ko'ngil 1 bilan 14 4 3'te 1 ko'ngil 1 ga qo'shilgan yo'q, shu pet keldi. Javobdan necha? 9x dan 240 deb bir son chiqdi.
Onda olsa ben bu yerdeki aksini tepiş için 240'ını qanday qilma? 9'ga bölme. Nega yazıp bilay? Onda olsa 240'ni 9'ga qanday bölümüz. 24'ning ichida qanday 9'ning nechisi bor? 2'si bor shunda, ama 2 kere 9 necha? 18, 58 necha bo'ldi? 6 bo'ldi. Unda olsa 0 tatdim. 60'ning ichida 9'ning nechisi bor? 6'sı var. 6 kere 9 qanday? 54 şimdi, ama onda olsa 6 qoldi degan gap. Onda olsa bu bütün bilinmeydi ekan. Bütün bilinmese qanday bu yerda bir kesir chiqadi degan gap. Men buni ma'qul shaklda yozsam bo'ldi. 240 bo'lingan necha 9 deb qisqarsam shunda, ama ast üstün nechaga bo'lgil bo'ldi? 3 ga bo'lsam, miyada necha qoldi? 80 qoldi. Miyada 3. Javob tam necha? 3 dan 80 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Onda olsa 7-ci sual qarab baxaylı. 7'də elinğan qanday 21 əkiz qoşulğan 2 şuna, ama tırnaq 3 elinğan 17'də müştə bir sual ki. Onda olsa 7'də elinğan 21 əkiz, bu yerdeki 3'tün 17'ni alsam yetmeydi şunda, ama minus bölgesini koyup verip 17'den 3'ünü alsam neçe? Minus 14. Minus 14'ge plus 2'ni köpeysem neçe? Minus 28. Tən neçe? 35'ten 60'ını aldık emme. Yetmeydi. Minus bölgesini koyup 63'ten 35'ini alımız. 3 5 yetmeydi. Bir nötünü yapasam 13, miyad 5 kaldı. 13'ünü 5'ini alsam 8. 5'ten qanday? 3'ünü alsam 2 yaşını, ama onda olsa keynimin neçe oldu? Minus 28. Onda olsa ben minus 21'ne qanday şu peti ep qılay. Minus 21 8 sol tarafta kaldı şuna, ama onda olsa minus 28. Ben ma'nı qanday tanımını 10 tarafga ötküzesem plus 28 bo'lib keldi şuna, ama bu yerdeki plus 7 qanday bo'lib keldi? Minus 7 bo'lib keldi. Onda olsa minus 28'ga 28'ni qo'shsam qanday? 0 bo'lib ketdi şuna, ama minus 21 8 tanachi minus 7. Aksini tepish uchun men qanday qilma? Minus 7'ni minus 21'ge bölüp bölme. Onda olsa mesela minus 7'ni minus 21'ge bölsem, şunda, ama minus qanday bo'lib ketadi? Yo'qolib ketadi. Ya'ni manfiy butun sonni manfiy butun songa bo'lsak qanday? Musbat son chiqibdi shunda, ama unda olsa bu yerda qanday? X tan ast üstü qisqarsam 7 ga bölsem necha? 3'dan 1. X tan 3'dan 1 bo'ldi. Eng oxirgi savol qarab boqaylik. 42 bölüngen 6 iken. Şuna, ama bu yerde nima bor? Ko'paytirish bor. Harf bilan sonning o'rtasida qanday ko'paytirish bor. Şuna, ama ko'paytirish. Unda olsa 42 ni 6 ga bölsem necha? 7 x tushadi. Elingan 35 ni 7 ga bölsem-chi 5 x bo'ldi. Elingan necha? 3 x. Elingan 2 tanechi minus 13. 7 x'ten 5 x'ni alsam 2 x, 2 x'ten 3 x'ni alsam-chi minus 2 şuna, ama ben bu minus 2'nin tanımını qanday keyniga ötküzesem? Minus 13 qo'shilgan 2. Onda olsa minus 2 tan minus 11. Müşə kelgəndə alayda diqqət qilish kerak. Bu minus 2 degan əməliyyatda qanday? Minus 1 ko'paytirilgan qanday? 2 degan gap shunda, ama minus 11 qatan. Onda olsa x'ni yolg'iz quyoshni biz qanday deydik? Tanımını yeshish deb ataydik. Onda olsa men bu yerdagi x'ni tepish uchun minus 11 ni qanday qilishim kerak? Minus 1 ga bo'lib berishim kerak. Minusni minusga bo'lsam necha? Plus x tan necha oldu? 11. Tanımının cevabı ne çıktı? X tan 11. En ahırda qanday? Yani ikki tal savol qarab boqaylik. Ikki tal tanlama shunda, ama 6 ko'paytirilgan qanday tırnaq 3x elangan 2 qanday işte uzun bir tanlama chiqibdi. 3x'ten 2 ni ağıl olmaydi shunda, ama onda olsa bunu tırnaqdan chiqarish uchun men qanday qilishim kerak? 6 ga 3x ni 6 ga minus 2 ni ko'paytirma. Shunda, ama chiqarib boqay. 6 ga 3x ni ko'paysam 18 x, 6 ga minus 2 ni ko'paysam minus 12. Şuna, ama elingan 2 x tan. Mayanım o'xshash chiqaramiz qanday? 15 ga x ni ko'paysam 15 x, 15 ga 1 ni ko'paysam 15 elingan 2. Endi mushundaq bir qanday bosqichga kelgan vaqtda biz barliq x'larni bir yoqqa, barliq son sifirlarni bir yoqqa qanday to'playmiz. Men qanday 15 x'ni sol tarafga o'tkazay, shuna, ama 18 x'dan 2 x'ni alsam 16 x, shuna, ama elingan 15 x bo'lib keldi. Tanımının qanday keynidan oldiga o'tgan vaqtda plus qanday minus bo'lib o'tadi. Unda olsa bu yerdagi 15 ni 2 ni alsam necha? 13. Bu yerdagi minus 12 tanımının keyniga o'tgan vaqtda qanday plus 12 bo'lib o'tadi. Unda olsa 16 x ni 15 x ni alsam x tan necha? 25. Shunda, ama tanımını yeyishib bo'ldim. 10 savol qaraylik. 7 x. Shunda, ama 7 x. Endi bu yerda nima bor?
minus 4 bilen qanda tırnaqning o'rtasida bir ko'paytish bor. Minus 4 ga aksini ko'paysam necha bo'ldi? Minus 4 qanda x. Minus 4 ga minus 1 ni ko'paysam plus qanda 4. Shundami? 11 dan 3 ni olsam 8, 8 dan 12 ni olsamchi 8 12 ga yetmaydi shundami? Minus belgisini qo'yib turib 12 dan 8 ni olsam 4. 7x dan qanda 4x ni olsam 3x shundami? Anandan men bu tanglimining qanda tanglik belgisining keyniga qanda qilib o'taman? 4 ni o'tkazib o'taman. Unda bo'lsa mayatki minus 4 elingan plus 4 qanda oldu? Minus 4 bo'lib keldi. Unda olsa 3x tanglachi minus 8 shundami? 3 ko'paytirilgan x tang minus 8. Unda olsa x ni tepish uchun men qanday qilaman? Minus 8 ni necha 3 ga bo'lib beraman. Javob tanglachi minus 3 dan 8. Yani bu minus belgisini suratga qo'ysammi, mahrajga qo'ysammi yoki qanday kasrning oldiga qo'ysammi, o'xshash degan to'shundami? Unda bo'lsa, oldingi soat darsimizda qilib qolgan bir narsa. Bir noma'lumlik birinchi darajalik tanglimini o'rgandik biz, shundami ya? Unda bo'lsa, masalan, x elingan 5 tanglachi 9 degan qanday bu bir tanglimi. Tanglimi bo'lish uchun ikki shartni qanday cho'qim hozirlash kerakdi. Biri, eng az bir tal noma'lum son bo'lish kerak. Ya'ni bu noma'lum son ne masalan Türkçede bilinmeyen deb qo'ydi. Anada ikinci o cho'qim tanglik belgisi bo'lish kerak. Unda olsa, masalan 3 qo'shilgan 4 qanday 6 dan cho'ng. Mau tanglimimi yo'q. Bu yerda qanday bu bir tengsizlik shundami? Masalan qanday unda olsa 3 qo'shilgan 4 tanglachi 7. Bu bir tanglimimi yo'q. Bu faqat bir tanglik. Bu yerda qanday tanglik belgisi bor. Bu yerda qanday tanglimi bo'lish uchun ham noma'lum son bo'lish kerak, eng az bir tal, ham qanday tanglik bo'lish kerak. Unda olsa bu tanglimining shunami tanglimlar ichida buning alayda bir ismi bor qanda bir noma'lumlik birinchi darajalik tanglimi deb. Unda olsa bu yerda bir tal noma'lum son bor. Birinchi darajalik degan nimaning darajasi? Bu yerdagi noma'lum sonning darajasi qanda 1. Lekin biz odatda yozib o'ltirmaymiz. Masalan biz keyin bundaq tanglimlarni ko'ramiz. X'ning qanda ikkinchi darajasi elingan 5 tanglachi 4 deganga o'xshash. Unda olsa bu qanda bir noma'lumlik ikkinchi darajalik tanglim bo'ldi. Unda olsa bugungi darsimiz qanday tanglimlarni yeshish mushayda oxirlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.